Bu urush sizni aldayapti. Chunki bu urush odamga bitta yolg'onni singdirmoqchi. Go'yo musulmon albatta bir tomonni tanlashi kerak. Isroilga qarshi bo'lsang, demak Eron tarafida bo'lishing kerak deyishadi. Eronning jinoyatlarini eslasang, demak Isroilni oqlayapsan deyishadi. Lekin eng muhim haqiqat boshqa. Bu urushdagi eng katta aldov ikki dushmandan birini bizniki qilib ko'rsatishdir. Bir tomonda Falastinni bosib olgan, G'azzoni vayron qilgan va mintaqani o'z foydasiga qayta chizmoqchi bo'lgan sionist loyiha turibdi. Ikkinchi tomonda esa qarshilik degan chiroyli shior ostiga yashiringan, lekin Iroq, Suriya, Livan va Yamanda yillar davomida o'z qurolli tarmoqlari va proksilari orqali musulmonlar ustidan zulm o'tkazib kelgan Eron modeli turibdi. Nega ko'pchilik chalg'iydi? Chunki odamlar urushga mezon bilan emas, hissiyot bilan qaraydi.